Ko'rpachagul, bilasizmi, men sizni yaxshi ko'raman. Sizga uylanaman. Sizga sovchi jo'nataman. Ha, kulishlaringizdan. Ana yoqqa ketasan, xullas. Otanga o'xshamay o'l. Uylanmasang nima qilasan qizlar dalda? Ular ham laqmasiz. Chimoga ishonadi. Kirazi uyga. Ko'zingni qo'yib olaman agar yana bir marta. Mana shunday qilib qizlar bilan jursang, ha? Kecha qani yoqdimi? Ay, samsachalar ber ekan. Voy plas. Men senga Ona. Sen ho'kiz yana qizlar bilan gaplashyapsanmi? Bo'ldi, tavba qildim. Boshqa qaytarilmaydi. Boshqa qaytarilmaydi. Yo'q, qaytarilmaydi. Qilib insof bersin-da. Xullas, Ko'rpachagul onam sizga uylanishimga qarshi. Uydan chiqmaydigan odobli qiz topdi. Shunga uylanaman. Bo'lim shunda o'roq ochiqmi? Kechagi olib bergan mehr samsangizga rozi bo'lasiz. Uylanmayotganing balo bormi sizlarmanda? Ey, o'ylang. Bo'ldi, tavba qildim. Ha, Shahzodaxon, qo'rmang. Bo'ldingmi, xotin ketdikmi? Alisher aka, onasi to'ydan oldin uydan chiqmagan xotin nom beraman degandik-ku. To'g'ri topdilar, diskotekadan ko'chaga chiqmagan bu kishi. Yo'q, Alisher aka, siz noto'g'ri tushunmang. Adashganman-da, hozir tavba qilganman. Adushi. Men ham. Assalomu alaykum. Menga bitta mehr somsa berib yuboring. Keliningizni shunga bosh qorong'i bo'lib qopti-da. Bolam, menga ham bitta kichkinasidan bo'lsa ham olib ber. O'ylab gapiryapsizmi, dada? Pulni yerdan supurib olyapmanmi? Keliniz uyda ovqat qilib qo'ygan, shuni yeysiz. Tavba. Amaki, siz xafa bo'lmang. Mana bu 2 kilolik mehr somsa meni hisobimdan sizga hadya. Ololmayman bolajonim. Qo'ying. Yurakdan oling. Ketdikmi o'g'lim? Shu ishdan bekor qilyapmiz-da, dada. Qisib o'tiray. Zato tekinga ovqatlanyapmiz-ku. Hali kiyim ham qilishimiz kerak. Tush oldimga. Endi sizlarga $1000 yangilik. Bosim bog'iga obuna bo'lib, bu videoni do'stlaringizga tashab qo'yavering. $1000 yutib olishingiz mumkin. Jizzax organik tomonidan boqiladigan bu buqalar 65% don mahsulotlari bilan boqiladi. Bosim bobo choyxonasiga olib boriladi. Aynan mana shu buqalarning go'shtidan mehr somsalar tayyorlanadi. Agar bizning mehr somsamizga shubha qilsangiz, biz so'yayotgan mollarga boqing. Xohlasa suv ichadi, xohlasa yemaydi. Faqat yashab bersa bo'ldi-da bular. Yashab beradi, keyin bosim boboga boradi. Mana shu somsani soqib opa, siz yeng. Erkaklar yeyolmayapti. Siz yeng, bir yeb ko'rsating bularga. Yeyman, yo'raman. Bosing. Bismillahirrohmanirrohim. Shuni yemayapsizlarmi? Shuni yemayapsizlarmi? Sharmashekka opang ketadi-da. Mana ay bosim bobo somsalari deydi. Haqiqatan men ko'rdim, ko'zim bilan ishondim. Gap yo'q, go'shtlarni qaranglar. Tushyanka bo'lib ketgan. Voy bittaysan maylimi. Qani, bismillah. Yegan yarasha ta'mi ham boshqacha ekanda. Nonini qaranglar. Voy. Tez. Zolat bo'lyapman. Menga qara qizim, hozir yetib keladi uchrashuvga. Bo'ldi, onajon, men o'zimga qo'yib bering, men o'zim bopilab tashlayman. Xullas, sizmi men bilan uchrashuvga chiqqan? Dangal gapiring, uylanasizmi, yo'qmi menga? To'g'risini aytsam, sizni yaxshi ko'rib qoldim. Uylanaman. Xullas, men axirga gelik tayyorlang, menga gelik olib berasiz, tushundingizmi? Olib beraman. Obo, chiqib kuydirmasa bo'ldi-da, bu erkak saus. Hey bola, o'zingga bir oyoq kiyim ol yangi. Ona mahrga gelik so'ragan, gelik olib berishim kerak. O'g'lim shuni abdushi sevibdi-da. Gelik olaman deb yomon chirani yotibdi. Voy, nima balo qilyapsiz buncha tiqib? Bu bosim bog'ning somsasini 15 mingga bersam, 400 ming pul berar ekan. Gelikka, qanday? Voy, sizga gelik Cobalt emas bitta pul yig'adigan. 5 yil deganda gelikning ondan bir qism pulini yig'dim. Yana 50 yil sabr qilsang, gelik olib beraman deb aytaman. Gelik, pul. O men o'lay deb pul yig'dim. Turuq qol. Qizlarni mahrga gelik olib bering degani, pashol degani ekanda. Sen o'g'lim Amerikaga ketdi devding? Nima u peshkom ketyaptimi? Pul jo'natyaptimi? Yo'q, samolyotda ketgan. Yaqinda pul jo'natish kerak, o'shani kutib o'tiribman o'zi. O'g'lim $20,000 pul jo'natibdi menga. 20 ming? Men senga o'g'lim pul jo'natganda bilasan-a? Choy berdim.
Haq bermaysan? Shu overga ikkita berashkangni qayta aytaver menga. Yurmasanga qanaqa haq berishni ko'rsataman. Yur. Yana ikkita shashlik ham qo'yavering, onaxon. O'zi 2 kishi bo'lsak, buncha ko'p narsaga zakaz beryapsan, bu Buncha xavotir olasan. Amerikadan pul kelgan, pul ko'p xavotir olib qolganini olib ketamiz o'zimiz. Yes! Yeshdim! Alo, assalomu alaykum. Sizni bankdan bermoq etgandim. Sizning hisob raqamingizni himoyalash maqsadida sizga xabarnoma yuboramiz. Unda xabarnomadagi raqamlarni aytib yuborsangiz, sizning hisob raqamingiz himoyalanadi. Rahmat bo'lam kattakon. Baraka top. Xo'p. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. sen ham nevaram Alisherga o'xshab telefondan boshingni ko'tarmaysan. Somsalar zo'r ekan, mazza qildik lekin. Haq berish mana shunaqa bo'ladi-da. Amaki, kartangizda pul yo'q ekan. O'g'lim pul tashlagandi-ku. Haq beraman deb qarlaysan, ma'qul to'la. Yo, bor edi-ku puli. Himoya ham qilib qo'ygandim. Ey, menga qara, mana eshitmani edi. Yildan yilga mamlakatimizda sodir etilayotgan kiber jinoyatlarning asosiy qismini, ya'ni 98%ni bank plastik kartalari bilan bog'liq holda sodir etilayotgan kiber o'g'rilik va kiber firibgarlik jinoyatlarini tashkil etmoqda. har qanday holatda ham SMS xabar orqali kelgan bir martalik tasdiqlovchi kodni hech kimga oshkor Qilmang. Kampirga nima deyman endi? Bosim bobo jamoasi qivizini ham zabt etadi. Biz Samarqanddamiz. Bosim boboni mehr karvoni yo'lga chiqdi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Olim aka, 15 minutda ulgurasizmi? Hurmatli hakamlar, agar Zarmet jamoasi chorak finalga chiqsa, mana shu qizimiz sizlarga mehr somsasidan ulashadi. To'y shart emas-ku, hamma bitta tishlasa bo'ladi. O'g'ildi, qanday bo'ldi? Nima bu tog'amni oldiga olib keldingiz meni? Ha, kallangni ishlat, o'zi mana shunaqa xotindan qo'rqadiganlar, xotin haqidagi hamma ikir-chikirlarni biladi. Shunaqa bo'lib qolmadi olib keldim. Xotindan umuman qo'rqmaslik kerak. Hozir. Hurmatli obunachilar, siz bilgan o'sha mashhur Bosim bobo choyxonasining yonidagi masjiddamiz bugun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana aziz Bosim bobo obunachilari. Alhamdulillah, avvalgi videoyimizdan keyin mana masjidimizda ishlarimiz ancha davom etib, yaxshi jarayonlar, mana ustakalarimiz ishlarini boshlashdi. Mana ukamiz Alisherjonga ham Alloh taolo ishlariga muvaffaqiyat bersin. Avvalgi videolaridan keyin va o'zlarini yordamlari sababli masjidimizda ham ishlarimiz davom etyapti. Tez fursatda mana shu masjidni chiroyli holatda bitirib olishimizga o'zi kuch-quvvat bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zi ihson qiluvchi bandalardan bo'lishimizni o'zi nasib aylasin. Bu masjidimizning qurilishida barchamizning hissamiz juda ham katta. Ha, aytgandek, ma'lumot uchun pastda karta raqamlar hamda telefon raqamlarini qoldiraman. Ehsonni mukofoti ehson. Domlajon, bu darvozani biz Bosim bobo jamoasi bilan kelishgan holda Samarqanddan Azimjon darvozaga ishonib topshirdik. Bosim bobo jamoasi niyat qilib qo'ygan. Xudo xolasa chiroyli qilib darvozani bitkazib beramiz. Alloh taolo hammamizni ishlarimizga o'zi muvaffaqiyat bersin. Chiroyli holatda tez fursatda bitirib olishimizga Robbim o'zi kuch-quvvat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat opangni baxtim ochil ekanda. Garantiya. Opa nima qilyapsiz? Shunaqa udim bor. Orqasiga tepsa baxti ochilib ketadi. Tushundingmi? Yo'q, mahallada erta uylangan bratishkalar bor. Shularga bir teptirib keling. Buncha qattiq tepdingiz? Senga bonusi bilan qildim. Shunga yarasha baxtim ochilsin-da. Ochiladi, bar. Kuyov bola hormang. Bizni bitta tep qo'ying, vaqtimiz ochilib ketsin. Bizga o'xshab yuring. Aka, adushin niyat qilibsizdan uylanaman deb. Yomon kirishib ketibsizdan. O'z sen qoluvding gapirmagan. Buni hammasini yeyishim shartmi? Shart. Bosing. Bosim bobo somsasini yesangiz kuch beradi. Keyin yaxshilab tepasiz baxtim ochilib ketadi. Faqat chap tarafimga debman o'z nagruzga uyat. Chiqman. Ya, Alish. Tirjaymay o't. Ana nima qildi? Teptirsang baxting ochiladi deganingizga mahallada kim uylansa teptirib yuribman. Shuni o'rniga ishlab pul topsang, davna uylanarding. To'pay. Nima shuni vaqtliroq aytmadingiz? Kim qanaqa irimlarga ishonib yuribman?